Peshobdan so'ng yana tomchilab qolishlik holatligi. Bu ko'plab erkaklarni ham, ayollarni ham azobga soladigan muammolardan bittasi. Ayniqsa namoz o'qiydigan, tahorat qiladiganlarga. Xo'p do'stlar, nima sababdan bo'ladi? Ba'zi bir holda hech qanday sabab bo'lmasligi mumkin. Bu oddiy holat bo'lishi mumkin. Ruslarda shunaqa gap bor. Сколько не тряси, последний капля в трусы deydi. Xalq og'zaki maqollardan biri desak ham bo'ladi. Kasalliklar nima sabab bo'lishligi mumkin? Kasalliklardan bittasi bu prostata bezidagi yallig'lanish, shamollash va ko'p hollarda surunkali prostata bezidagi o'zgarishlar. Yuqori yoshdagi erkaklarda giperplaziya prostatatning jilizi yoki adenoma prostata deb xalqda bilishadi. U sababli bo'lishi mumkin. Peshob oxirigacha chiqmaganligi uchun, napori pastligi uchun. Yana bir muammolardan bittasi bu sidik pufagidagi yaxshi siqib chiqmasligi, mushaklardagi muammo bo'lishligi, giperaktivniy mochevой puzir ayollarda masalan juda ko'p peshobga boradi va qisqa yana sidik yo'llari qolib ketadi. Bu sabablar bo'lishligi mumkin. Ba'zi bir holda sidik yo'l torayishligi, struktura uretra sababli ham bu holatlar bo'ladi. Xo'p, davolash usullari qanaqa bo'ladi? Ba'zi bir holatda fizioterapiya bor, konservativ terapiya bor, jarrohlik amaliyotlari bor. Ba'zida mashg'ulotlar, sport bilan shug'ullanishlik, ba'zida dieta ham qo'shiladi, bu ham yordam berishi mumkin. Nima bo'lishidan qat'iy nazar, bu muammo sizda bormi, o'z vaqtida murojaat qilishlik kerak. Chunki birinchi etaplarda 1-2 tomchi chiqadigan bo'lsa, keyinchalik bu tomchilar miqdori oshib ketaverib, baribir jarrohlik amaliyotiga olib kelishligi mumkin. Qanaqa usullarni yo'l tutsak bo'ladi? Ko'p erkaklarga aytaman, peshob qilib bo'lgandan keyin yo'talishlik. Qilib yo'talsangizda bosim paydo bo'ladi va chiqib ketishiga yordam beradi. Peshob qilib bo'lganingizdan keyin. Va undan tashqari olatni siqib chiqarib tashlasak bo'ladi. Ozgina nima deydi, silkitamiz va siqib chiqarib tashlaymiz shu sidik yo'ldagi tomchilar ham chiqib ketishligi uchun. Agarda agarodga suv sepgan bo'lsangiz, ba'zida shlankani suvini yoqib qo'ygan bo'lsangiz, bir nuqtadan ikkinchi nuqtaga olganingizda shlankadan tomchi yana kelaveradi. Xuddi shunaqa holat uretra uzunligi sabab u erkaklarda ko'pincha sidik yo'llarida qoldiqlar qolib ketishligi mumkin, kasallik bo'lmasa. Shuning uchun siqib tashlaymiz. Va nima bo'lgandan qat'iy nazar do'stlar, sog'ligingiz o'zida qo'lingizda va uni yechimi, muammolarni hal qilishlik ham sizni zimmangizda. Shifokorga boramiz, to'liq ko'rikdan o'tib, muammo bo'lsa uni davolaymiz. Like va kommentariya qo'yishni unutmang, bu juda muhim biz uchun.